Keyingisi 13-birinchi savol. 0,6 mol xlor metan xlorlanganda deyapti. Xlor metan. Xlorlanganda 2 ga 1 molar nisbatda dixlor metan va trixlor metan aralashmasi olindi. Dixlor metan vodorod xlorid. Keyingisi xlor metanimiz xlorlanganda trixlor metan va vodorod xlorid reaksiyani tenglashtiramiz. 2 qo'ydik, reaksiyamiz teng. Umumiy 0,6 mol aralashma bergan. Xo'p. Bizda esa 2 ga 1 molar nisbat bo'lsa, jami 3 mol bo'ladi. O'shani 2 moli dixlor metanga, 1 moli trixlor metanga tegishli bo'lsa, 0,6 molga qanchasi dixlor metanga, qanchasi trixlor metanga tegishliligini aniqlaymiz. 0,4 ga 0,2 kelib chiqadi. 0,4 moli dixlor metanga tegishli ekan. 0,4. 0,2 moli trixlor metanga. O'sha vaqt qancha xlor sarflangan? 0,4 mol. O'sha vaqt qancha xlor sarflangan? 0,4 mol. Bizda esa xlorlarni miqdorini so'rayapti. Sarflangan xlorning miqdori jami 0,8 molni tashkil qiladi. Javobimiz B varianti.